Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz vatandoshlar va dindoshlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Musofirda yurgan barcha aka-uka, opa-singillarimiz salomatmisizlar? Yangi kunlarni boshlab oldingizmi? Alloh bugungi kunimizni xayrli, barakotli qilsin. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shu kunlarni ko'rsatayotgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Rizqimizni to'kinchachan qilib berib, Ramazonni go'zal kunlarda, Ramazon oylarini tutish musulmon ahliga nasib qilayotgan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Barcha mo'min musulmon iymon bilan o'tish Alloh nasib qilsin. Butun dunyo musulmon ahliga ikki dunyo saodatini bersin Alloh. Aziz vatandoshlarim va dindoshlarim, aziz meni podpishchilarim va meni videolarimni ko'rayotgan insonlar, barchalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Men kechagi 5-10 ta haterlar, negativlar yozayotganiga atvet qilmoqchi edim. Bugun ularni so'kmoqchi edim. Ko'pi bir ikkitasi ular ichida yevreylar duo qilish kerak, yevreylar yashasin deganlari bor. Yevreylar tarafini olib meni so'kayotganlar bor edi. Men ularga atvet qilmoqchi edim, lekin Allohga hamd sanolar bo'lsin, ularga men atvet qilmayman. Boringlarga shukr, sog' bo'linglar, hamisha salomat bo'linglar. Dushman qancha ko'paysa, Alloh ularni shunchalik pasaytiradi. Yo Robbil alamin. O'shaning uchun aytadi. 18 ming olamning podshosi bu Alloh taolo. Allah büyüktür, Allah qodirdir. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bu Amerikani bu boshlagan urushi o'ziga juda ham katta afsus keltirdi. O'shaning uchun aytadiki, beplan boshlangan urush uzoqqa bormaydi. Ya Robbil alamin, ya Robbil alamin. O'zing buyuksan. Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Ya Robbil alamin. Qaysi biridan boshlashga ham hayronman. Eronda birinchi yetakchisini o'ldirishi bilan ancha xursand bo'lishdi, lekin Allohga hamd sanolar bo'lsin. Eron bundan ozgina ruhan so'ngan bo'lsa ham hozir shunaqangi ko'tarildi. Alloh o'zingga shukr. 27 ta joyda urdi. 27 ta. Ya Robbil alamin. Amerikani bazalarini, Amerikani neft bazalarini urdi. Ya Allohim. Isroil kutmagan joylarda Isroilni juda ko'p joyga urib tashladi. Endi hozir bunga Isroil nima bahona topishni bilmay turadi. Bunga NATO kelib qo'shiladi. Kechagi safar NATO kelib 34 ta davlat qo'shilgan NATOda. Ular kelib yordam qilamiz deyshodi Isroilga. Vaziyatni ko'rishdiki, chichib qo'yishdi. Yevropa chichib qo'ydi, NATO chichib qo'ydi. Ya Robbil alamin. O'shaning uchun musulmonlar orqasida har doim Alloh turadi. Ya Robbil alamin. Bu xursandchiligim ichimga sig'maydi. Negativchilar, kecha bir opamiz har kuni menga yozardi. Nimaga Samarqandlik bolani yomonlaysiz, yomon ko'rasiz? Siz Samarqandlik bolani, opajon, Samarqandlik bolani videosini topib ko'ring. U yolg'on bid'atlar chiqaradi. U allaqachon yevreylarning dinini qabul qilib bo'lgan bola bo'ladi u. Men o'shaning uchun yomon ko'raman. U O'zbekistondan, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyodan musulmonlarni urushga chaqiradi. Eng nimasi achinarliga qaranglar. O'zbekistondan 280 ta, Qirg'izistondan 180 ta, Qozog'istondan 280 ta urushda ixtirot etar ekan, bu yevreylarni urushida qo'shilgan ekan bular. Tojikistonni qaranglar, Tojikistonda 8 ta xolos ekan, Tojikistonda yo'q ekan. Ya Alloh, pulga sotiladigan yo'ldan adashganlar qancha. Bularga Alloh insof bersin, Alloh to'g'ri yo'lni ko'rsatsin. Opajonim, bu bolani siz tarafini olyapsiz. Balkim siz o'g'lingizdir, balkim qarindoshingizdir. Juda ham qattiq tarafini oldingiz. Oxir men sizga atvet qilganimdan keyin chiqmadingiz. Keyin undan keyin bitta bola chiqdi. Sen bilmaysan, Isroilda men 8 yildan beri yashayman, masjidlarda bemalol namoz o'qiyman dedi. U bolaga ham atvet qildim. Qani bo'lmasam men kechirim so'rayman. Agar masjidlarda odamlar namoz, imini Isroilda namoz o'qiyotgan videoga olib tashlamanga, men kechirim so'rayman dedim. U ham yo'qolib qoldi. Bu negativchilarga juda ham qattiq qo'pol gapirmoqchi edim, lekin Allohga hamd sanolar bo'lsin. Uni qilmayman men. Chunki bu xursandchiligim o'zimga sig'mayapman. 27 ta bazani uribdi Eron. Hech kimi yordamisiz. Allohga shukr. Alloh kuchi bilan, Allohning yordami bilan 27 ta tochkani urdi.
Amerikaning ishonchli bazalari, Amerikaning ishonchli neft joylari va Angliyani eng kuchli davlatlardan bittasi turadi. Mafiyalarning eng boshlig'i Angliyaning bazasini ham urdi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bu Yevropada eng kuchli davlat hisoblanadi Angliya. Hattoki shuni ham urdi. Ya Robbil alamin. Bunaqa xursandchilik, islom dinida bu xursandchilik. Alloh iloyim buni bardavomli qilsin bunaqa xursandchiliklarni. Bunaqa yovuz nimalar yo'g'ib ketishga Alloh qodir. Alhamdulillah. Kecha bir ikkitasi yana yozibdi, "San dollar. Dollar menga umuman aloqasi yo'q dollar." Dollar agar Xitoyda almashtirsa bu Amerika yo'qoladi degani. Bu oldin ham yozilgan. Amerika dollari 100 yil yashaydi. Yevro 100 yilda bir yo'qib ketadi. Amerikan dollari ham o'sha 100 yil yashaydi. O'sha vaqt soat kelyapti. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Barcha vatandoshlar, dindoshlar, tanajonlaringiz sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Hamisha o'ynab kulib yurish hammamizga Alloh nasib qilsin. Yana bitta yangilikni aytaman, aziz vatandoshlar, dindoshlar. Falastinda qiynalgan yosh bolalarni ko'rib ko'zimdan ko'p yosh oqardi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Shu Falastinda kulfatini Isroilga yog'dirdi. Aytdim-ki, o'rislar yashaydi deb videoga olib tashlashyapti. Shunaqangi chichqonni uy mintanga o'lyapti. Juda ko'p o'lib ketyapti yevreylarni. Juda ko'p o'lib, eshikdan kallasini chiqarolmaydigan bo'lib qolyapti. Iloyim umrini oxirigacha shundan bo'lsin, ko'chaga chiqolmaydigan bo'lsin. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Anu o'zbek bola, Samarqandlik bola videoga olib tashlardi. Yo'q, mana 3-kundan beri yo'q. Ya Robbil alamin, o'zing buyuksan, o'zing qodirsan. Olamlarni podshosisan, Allohim. O'zingga ham sanolar bo'lsin. Juda ko'p odam yig'lardi Falastinda bo'layotgan ish uchun. Allohga ham sanolar bo'lsin. Alloh Falastinda boshiga bu tushirgan insonlarni o'ziga qaytarib tushirdi. Shunaqangi qochishyapti bechoralar, o'lyapti. Yalang'och qochishyapti, tamojniga qarab yugurishyapti, tamojni ochmayapti, Isroil o'zini tamojnini ochmayapti. Yevreylarni qochishga yo'l qo'ymayapti, yo'l bermayapti, o'lsang shu yerda o'lasan deyapti. Ya Alloh, bunday xursandchilikka Alloh o'zi yetkazdi. Alhamdulillah. Eron hech kimdan paddeshga olmayapti. Xitoy bilan Rossiya turibdi. Juda katta qurol bilan turibdi, yordam olmayapti. Bitta bazasini o'zini ko'rsatdi Eron. Bir dona bazasi 6 oyga yetar ekan. Ya Robbil alamin, 6 oyga yetar ekan. Bu bazani otish bombasi 6 oyga yetar ekan. Amerika Trump maqtanib gapirdi. Tomi ketgan Trump. Kecha bayram qilgan edi Amerikada. Kecha bas undan oldingi kuni. Kecha esa yig'layapti. Bu butun o'zlarida cherkovda ruhoniylar chaqirib Trump mol hammasi qo'lini qo'yib, yo'hu, yomol hu deb nima qilishyapti, sehr qilishyapti, tomi ketganlar, mollar, astag'firulloh. O'shaning uchun aytadi-ku, bemaslahat urush uzoqqa bormaydi deyiladi-ku. Trump maqtanuvdi, 3 hafta, 4 haftaga yetib bormaydi. Eron urib tashlayman dedi. Trumpga ishongan bazalar yo'qib ketdi. Ya Robbil alamin. Mana bu xursandchilikka Allohning yetkazganiga hamd sanolar bo'lsin. Yana bitta xursandchilik, bitta qiziz chiqdi. Isroilda o'zidan chiqdi u qiz. Isroilda o'zidan. Bundan bir hafta oldin u qizni o'ldirishdi, bu eronliklar o'ldirishdi. 8 ta odamning ichida bu qiz ham bor edi, o'ldirishdi dedi. U qiz o'zini ko'rdi televizorda. Televizorda o'zini ko'rib yig'lab chiqdi. Men tiriyman. Meni qanday o'ldiga chiqardilaringiz deb Isroil yevreyda o'zidan chiqdi u qiz. Ya Robbil alamin. Uni bosdi qilishdi, chiqarmoqchi bo'lsadi, lekin u qiz ulgidi videoni chiqarishga. Ya Allohim, o'shaning uchun butun dunyoda telekanallar yevreylarni kanalidan olib tarqatishardi. Bu yolg'on xabarlar edi, mana yolg'on xabar fosh bo'laveradi. Ya Allohim. Ya Alloh, kecha emas, ilgari kungi Yevropada bo'lib o'tgan majlisda O'zbekiston delegatsiyasi ham tark etdi. Netanyahu chiqib gapirganda butun
yarimdan oshiq davlatlarda nimalar chiqib ketishdi. Ya Allohim, ular ichida bizni O'zbekistonimiz delegatsiyasi ham chiqib ketdi. Eshitmadi Netanyahuni. Bunga ham nihoyat xursandman. Aziz vatandoshlarim, dindoshlarim, hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh barchalaringizga kuch-quvvat bersin. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.